Qo'qonli akalar, sizlar uchun zo'r taklifim bor. Naymancha hududida joylashgan Mini Food ishga tushdi va sizlarni aksiyalari bilan tanishtirib o'taman. Ketdik. Akalar, bu joyga 6 kishi kelsalaring 5 kishiga pul to'laysizlar. 1 kishiniki mutlaqo bepul. Lavashmi hot-dogni nima olsalaring, bittasi 6-chisiga pul olinmaydi, bepul. Yana bu yerda 2 ta pizza olsalaring, 3-chisini mutlaqo bepul qilib berishadi. Akalar, yaqinroq kelinglar, narxlar bilan tanishtiramiz. Ko'rishlaring mumkin. Har bitta lavash, pizza hammasining narxlari boshqa joylardan arzon va sifatli. Bu yerga kelsalaring, juda ham mazali ovqatlar yeb, maza qilib to'yib ketishlaring mumkin. Akalar, lokatsiyasiga kelgan bo'lsak, bu tomon Astepa Kojinnidan kelish, Kojinni Banisadan. Bu tomonimiz Naymancha tomondan kelish. Ko'rishlaring mumkin. Mana Mini Food nomerlari bilan birga qo'yilgan. Dastlabki xizmatlari ham bor akalar, bemalol murojaat qilasizlar. Ko'p olganga yana ham chegirma qilib berishadi. Mo'ljalimiz yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, yonimizda 35-kollej bor. Mana shu yerga kelib bemalol ovqatlanib ketishlaring mumkin. Hammalaringni kutib qolamiz. Mini Food sizlarning xizmatlaringni.